Bugun Do'rmon tug'ilgan kunlari-yu. Ha, bugun Do'rani tug'ilgan kun, ha? Ha, telefon qilib tabriklab qo'yingizmi? Ha, tabriklab qo'yaman. Bu narsa olib boraman unga. Yes. Ha, Do'ra, yaxshimisan? Tug'ilgan kunlaring bilan tabriklayman. Yoshingga yosh qo'shilsin, umring uzoq bo'lsin. Qara, seni tug'ilgan kuningga deb bitta buqa boqib qo'ygandim. Hozir 300 kilo chiqib qoladi. O'shani seni tug'ilgan kuningga ataganman. Olib borib o'sha yerda so'yib, mehmoningdan ham ko'p ekan. Go'sht olmas ekanmiz-da. Ha, go'sht ham olmaysan, go'sht olib yurma. Ha, yaxshi. Qozonga bosamiz, onasini yemsin, butun kelgan mehmon to'y qilamiz, bitta buqa bilan. To'y qilamiz. Ali oyi, hozir. Ha, ada mashina ekanlar. Ada oyim telefon qo'yibdilar. Oyim, cho'mil gap qo'ydim, keling. Telefon qotdi hozir. Alo. Voy, adasi, men bitta mashinani urib oldim. Katta mashinasi ekan. Li degan mashina. $8,000 berasan deyapti. Nima qilay? Ha, bo'pti. Yaxshi bo'pti. Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Menga qara. Shu buqa olgandan ko'ra, bitta qo'chqor olsam qanday bo'lar ekan? 35-40 kilo chiqib qoladigan qo'chqor bor. Ham qo'chqor go'shti yumshoq bo'ladi. Shashlik ham qilamiz. Qozon kabob ham qilamiz. Maza qilib o'sha bilan ham kelgan mehmonlaring ham to'yadi. Nima deydi? Svet ham ketdi. Ada, Svet bilan gaz o'chdi. Musurdan ham kelishdi. Musurdan 1 yillik qarzimiz bor ekan-ku. Ha, tinchlikmi? To'lab qo'yar ekansiz. Xo'p, hozir chiqaman. Ha, tinchlik. Yana bitta fikr bor-da, shu qo'chqor olgandan ko'ra bitta xo'roz olsam-da, bir 15-20 kilolik. Xo'rozda immunitet zo'r bo'ladi-da. Odamni ham baquvvat qiladi, ham tetik qiladi, immuniteting ko'tariladi. Maza qilasan. Xo'rozga nima deysan? Mayli, farqi yo'q endi. Nima siz shu? Mehmonlarim ko'p, xo'rozdan ko'ra go'sht olgan yaxshi-ku. Mayli, bo'lmasam xo'roz bo'lmaydi desenchi, bo'lmasam menda yana bitta boshqa fikr bor. Bo'lmasam tug'ilgan kuningga Qotib qoldi. Antenada yaxshi emasmi deyman, ovozdan chiqib qotib qoldi. Ada. Ya, assalomu alaykum o'rnog'i. Yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlaringiz bilan. Ada, oyim telefon qo'yibdilar. Allo, adasi. Javobsizmi? Ada, qara. Ya, ona